So this is perfect. Okay. Bu kuşlar. Kuşlar. Bu dutta, bu tambur. Bu rava. Rava. Bir tane gitse Bendire biraz benziyor. Bendir. Assalomu alaykum, qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men Osiyo Uyg'ur, hammalarga salom. Bugun biz Gollandiyaning Uytur shahrida bir ovoz bir qadam guruhininki xalqaro fotosurat ko'rgazmasini qilyapmiz. Bugungi bu fotosurat ko'rgazmasini biz tunji qatim Gollandiyada elib berishimiz. Lekin shunaqa yaxshi bo'lyapti, kelgan chet ellik mehmonlarni aytib ko'p. Bizning o'ylaganimizdan ko'p bo'ldi. Biz aslida bunchalik ko'p mehmonlar keladi deb o'ylamagandik, lekin shunaqa yaxshi bo'lyapti. Mehmonlarniki, Uyg'urlarniki masalasi bo'lgan qiziqishimni yaxshi. Nurg'un mehmonlar uzunga savollarni Uyg'urlar kelgan masalalar bor. Ana ko'chadagi demonstratsiya namoyishlarga qaraganda bu yerdagi mushu xil usulda bizlarniki hozirgi davlatni buni yaxshi usul ekan. Biz ayt qiziqdik. Biz Uyg'urlar to'g'ri ko'p narsani bilmaydi ekanmiz. Garchi medialarda to'g'ri xabarlar ko'p chiqayotgan bo'lsa-mu, lekin biz sizlar to'g'ri zalda Xitoy hukumati zot nima uchun sizlarga shunaqa bir konsentratsiya kamp, yana mushtaq lagerlarni ichib Uyg'urlar qamaydi degan narsaga biz taqchi savol topamagan nurg'un chet elliklarniki menda so'ragan savol mush bo'lib kelgan. Bu to'g'ri biz tushuncha berdik loyihada. Shuni gapni qisqasi, mushtaq fotosurat ko'rgazmasi orqali o'zimizniki haqiqiy duch kelgan masalalarni xalqaro olib mayda yaxshi usul ekan. Buni unumi bugun ko'rilyapti. Shunga hammalarga bu yerdan salom yo'llayman, ham dunyoning qarshilardan mush bir ovoz bir qadam Çünkü şu politik ovoz qo'shib fotosurat ko'rsatgan barliq xonadon qizlarimizga çok salom yo'llayman. Merhaba, ben Yankı. Forkamır'da beraber iş yapıyoruz. Bugün de bu sergiye geldim. Çok ilginç hisler içindeyim. Yani kendi atalarımın, hatta benim yani gerçek Türkler olarak tanımladığım bir insan topluluğunun bu şekilde zulme uğraması beni çok kötü etkiledi. Ve sizin bu konuda yaptığınız bütün çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz. Forkamır'da da elimizden geldiğince buna yer vermeye çalışacağız. Ve çok herkesi tebrik ediyorum bunu yaptığınız için. Umarım bu saçmalık diyeceğim en yakın zamanda son bulur. Çünkü 21. yüzyılda yaşıyoruz, böyle bir şey olamaz. Çok üzgünüm bu konuda ve başarılar diliyorum. Hoi, ik ben Pim en ik zie deze informatie voor het eerst, al deze beelden. En ik ken het verhaal eigenlijk niet van de Oeigoerse gemeenschap. En ik moet zeggen dat ik geschokt ben over wat ik zie. En dat dit nog nu kan gebeuren in deze tijd. Dat een bevolkingsgroep dit aangedaan wordt. Dat kan niet. En we moeten hier iets tegen doen. Good luck. Thank you. Thank you for being here, and it's really nice, very nice culture. And yeah, really, nice really appreciate your support and your help. Okay. Thank you. See you. Bye. Yeah. Bye. Have a good day. I really want. I want from there. Like that. Ah, yeah. Assalomu alaykum, dunyoning har qaysi yerlaridagi Uyg'ur qarindoshlar. Bugun biz bir ovoz bir qadam faoliyatiga ovoz qo'shib, Gollandiyaning Utrecht shahrida rasm ko'rgazmasini boshladik. Alloh xolsa erta 2-chi kunlik faoliyatimiz bo'ldi. Qilgan tirishchanligimiz, topgan jafolarımizga loyiq kelgan insonlarga xili ko'p bo'ldi. Ularningki ba'zilari bizning haqimizda bir narsani bilsa, nurg'unlari bir narsani bilmaydigan, ularga mushaki qarindoshlar hammamiz birlikda tushuntirib, vatanimizda nima ishlarning bo'layotganligi, xalqimizning Xitoy Kommunist partiyasi tarafidan qanday ezilayotganligini anglatdik. Ular bu
bizga shunday esdashligini bildirdi. Nurg'unlari bizningki Facebook'ga o'zlariningki Gollandiya hukumati bo'lgan fikri va bizni qo'llash haqidagi fikrlarini qoldirdi. Hammasiga rahmat aytaman. Bizning davarimiz buningdek faoliyatlar bilan to'xtab qolib bo'lmaydi. Davarimizni bir boshqa olib chiqib, natija qozonish va davlatimiz bo'lgan Sharqiy Turkistonni razil Xitoyning qo'lidan qaytarib olish uchun texnik ko'p harakatlarni qilmasak bo'lmaydi. Qarindoshlar, davarni o'ltirib olib, kameraning, kompyuterning orqada o'tirib olib, yezib qiladigan davo emas. Amaliy harakat bilan bo'ladigan davo. Amaliy harakat bilan bir natija qo'lga keldi. Shunga hammamiz davoga qatnashaylik. Qatnashmasak bu davoning beshida manganlarni qo'llaylik, quvvatlaylik. Ularningki qilayotgan ajriga, amgikiga hurmat qilaylik. Chunki vatan hammamizning vatani. Rahmat. Assalomu alaykum. Qanday yaxshimi? Assalomu alaykum. Yaxshimi? Musho sizlar xonimlarimiz bularga keldilar. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Qanday ahvolingiz yaxshimi? Totdingizmi? Ha, voy, kerak bo'lsin. Choy, kafe. Mayli, ne dersiniz? Ben kahve içeceğim. Arabik kahvesi var. En azından çay. Ne, çay içeyim. Aldıraş kola, sizden kaldı. Bu ağabey fakat bilen, bu da Nayla var. Ha, bizden Asiye. Telefonda görüştüler. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Ha, şöyle anamning ovozdan uduq. Kubalıkta nasıl maksız? Ya bu yerde. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Ko'rishaveramiz. Tesla'yı nazım ben baktım. Ha şundan mı? Çok pişmanım dedim. Biz televizyonlashgandan videomiz. 18 Mart oynuyoruz. Asiyan mana ham ko'rdik. Abdül'ün ötürü atlatma yazman yerimde. Assalomu alaykum. Yaxshi. Ha, şu çimenliler gelen maskeli. Ya ben yaxshi. Yılımya ontxabay gepsizlar, oyatni aldırashtirib. Hammamiz tayyor. Hammamizni bir rasm topdi. Mayli. Mayli. Düştü yerge, gülüm berge. Ko'p rahmat, yaxshi. İşlerge rahmet. Allah'ın qo'ldirgan guldan. Ha, yabancı sırayla bir görken. Rahmet. Rahmetlerge. Ko'rganini ko'rib oldik, sizlarni ko'rib oldik. Vaqtindasi, ha? Sen bozuramsa. Dostlarge rahmet. Ben hazır yemeği deyim. Az kelgen kadınlar razı olurlar. Turuk geldim. Maşallah.